Yurtimizda aholi bandligini ta'minlash borasida 2025-yil uchun katta maqsadlar belgilab olingan. Jumladan, joriy yilda 5 milliondan ortiq aholini daromadli faoliyatga jalb etish rejalashtirilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, shundan 3 million 600 ming kishining bandligi banklar ko'magida ta'minlanadi. Shu maqsadda davlatimiz rahbari o'ziga xos va yangicha yondashuvni taklif etdi. Joriy yilning yanvar oyidan mahalla bankirlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Xalq banki tomonidan ham tashabbuskor, faol va malakali mutaxassislar tanlab olinib, mahallalarga biriktirildi. Ma'lumki, prezidentimiz topshirig'iga asosan tijorat banklariga mahalla bankiri faoliyatini yo'lga qo'yish vazifasi yuklatilgan edi. Unga ko'ra, Xalq banki markaziy apparatida alohida tarkibiy bo'linma tashkil etilib, boshqaruv raisi o'rinbosari mas'ul etib tayinlandi. Shuningdek, bankning mintaqaviy markazlarida mahallabay va dasturlar bilan ishlash bo'limi tashkil etildi. Hozirda Xalq bankida 606 nafar mahalla bankiri faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, Xalq bankiga biriktirilgan 1985 ta mahallaga 2000 ga yaqin yordamchi agentlar biriktirilgan. Ko'prik tumani Ko'prikboshi mahallasi agentiman. Bizda xonadonlarimiz 714 ta, aholimiz 4000 dan oshiq. Shulardan ishsizlarimiz 50 dan ortiq edi. Ularni ish bilan ta'minlab, qiziqishiga qarab kreditlar ajratishga yordamlashib, ko'maklashib beramiz. Bizning asosiy vazifamiz fuqarolarning g'oyalarini loyihaga aylantirib berish. Ayni paytda biz Toshkent viloyatining Qibray tumanidamiz. Hududda issiqxona va xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish kabi turli sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar bor. Shu bilan birga g'oyasi bor, lekin ishni nimadan boshlashga o'quv yoki moliyaviy imkoniyati kamlik qilayotganlar ham topiladi. Mahalla bankirlarining asosiy vazifasi ham shu singari aholi qatlamiga ko'maklashishdan iborat. Ular agentlar bilan hududlarni o'rganib, biznesni boshlamoqchi bo'lganlarning loyihalari bilan tanishdilar. 23 yoshli Abbos talaba, ammo qulupnay yetishtirishga ishtiyoqi bor. Uning rejasi mahalla bankiri tomonidan qo'llab-quvvatlandi va moliyaviy ko'mak berildi. Umid Mufesi fuqarosi Maqsudov Abbosjon bizdan oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 33 million kredit olib, qulupnaychilikni rivojlantirib, o'z ishlarini boshlab oldilar. Bizning mahalla agentimiz ushbu xonadonni o'rganib, yana kreditga ehtiyoji borligini bilganligi sababli hozirda moliyaviy ommabop kreditimizdan 50 million so'm kredit ajratib berdik. Xalq bankidan kredit olganim ancha yaxshi bo'ldi. Qulupnaychilik sohasini rivojlantirib, yanada kengaytirib, o'zimga kerakli jihozlarni olib, anchagina yaxshi bo'ldi endi hosil. Abbos 3 sotix yerga 3,5 mingta qulupnay ko'chatini ekan. Undan esa 1 tonaga yaqin hosil olmoqchi. Qulupnayning bozordagi narxini hisobga oladigan bo'lsak, yosh tadbirkor yaxshigina daromad qilish imkoniga ega. Xalq bankining mahalla bankirlari tumandagi har bir oila daromadli bo'lishida hissa qo'shmoqda. Tadbirkorlarga kerakli jihozlarni olishda mablag' ajratilishiga yordamlashmoqda. Tumanda Xalq bankining mahalla bankirlari xonadonbay ishlab, har bir oilaga tayyor loyihalar, biznes rejalar taklif qilmoqda. Loyihaning barcha zanjirida kredit olish, biznes ochish, mahsulot sotish jarayonlari aks etgan. Surayyo Jo'rayeva uy bekasi bir nafar nogironligi bor farzandini tarbiyalamoqda. Shu sababli unga ham bola parvarishi bilan shug'ullana oladigan, ham daromad keltiradigan yo'nalish kerak edi. Gulchilikdan xabari borligi unga qo'l keldi. Mahalla bankiri esa kredit olishda yordamlashdi. Bu yerda hozir 3 xil shamshotimiz bor, shtampiy atirgullarimiz bor. Bu atirgullarni mingdan ortiq xili bor. Ishimni kengaytirish niyatim bor edi. Xalq bankiga murojaat qildim. 33 million so'mma ajratib berishdi. Shu olgan mablag'larim ancha o'zimni tiklashga yordam berdi. Daromadim orqasida farzandimni davolatyapman. Eng muhimi uyimizga daromad kelyapti. Bundan tashqari mahalla bankirlari muntazam ravishda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida suhbatlar o'tkazib, ularning ishonchli va yaqin hamkoriga aylanmoqda.